Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. O'sha biz bir haftada tadbirkorlik uchrashuvimiz bor. Shunga hozir sizlar bilan gaplashgan, ko'rishgan ekanmiz. Shunga nima masala bo'lsa aytsangiz, ijobiy hal beramiz. Shunga nima masala sizga, sizlar boshlab olaylik. Tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha qanaqa imtiyozlar berasizlar hisobot maqsad, misol uchun kredit masalasi bo'yicha. Qanaqa kreditmoqchisiz? Summasi 300 milliongacha. Bizda 300 milliongacha 312 sonli qarorga asosan 1 yil aylanmasi bor mijozlarimizga 7 yil muddatga 300 million so'mgacha kirib berishingiz mumkin. Shunda 100 million so'm garovsiz 200 million garovga. Bundan tashqari bank o'zining resursidan 300 million naqd pul kirib bera olamiz. Shu foizga qarab turib nima kerak, agar maqsad keraksiz aylanmani qo'ldish uchun uni ham qila olamiz. Faqat bizda 300 million naqd pul beradiganimizga garov bo'lish kerak bunga. Bu masala yo'q. Nodabir siz o'zing sizgacha nima yo'nalishda? Men do'kon ochmoqchiman. Amerikadan tovar surib, xususiy do'kon ochmoqchiman. Siz soliq olmagansiz? Yo'q. Qanday ishlayapsizlar? Birinchi o'rinda soliq olmoqchim. Ayol tadbirkor degan kreditlarimiz bor. 100 million so'mgacha. Agar siz 100 million olib tursa, ayol tadbirkor hamrohdan qilib bo'lsa, yordam beramiz unga. Shunga. Birinchi o'rinda soliq olmoqchim. Ayol uchun imtiyoz bormi? Yo'q, ayol hamma uchun bir xil ishchi o'rin yaratsiz, 1%, 2% ishchi o'rindan. Ayollarımizga foiz pastroq, unga imtiyoz bor. 27 yilgacha. Shunga. Mas'ul yo'q, buni yozasiz, kelib turib men bor yo'q, biz ham ko'rishib sizga nima so'rayman? Hop, YTT bo'yicha olinadigan bir imtiyozli kreditlar bormi? Bor, summa qancha? Misol, primерно 200 millionmi maktabgacha ta'lim yo'nalishida bir rivojlantirish maqsadida olish bo'yicha. Fokuslarni tashkil kurslarni. Siz shu hisobotdan ochib aylanib kelgansiz? Hayotingiz bormi? Bor. Shu Shunga hisoblardan sizga kreditdan yordam kerak bo'lsa, o'sha boya aytib o'tdim, 312 sonli qarorga asosan 7 yilgacha kreditlarimiz bor. 100 million garovsiz, 100 millionga garov qo'yib berasiz. Shu YTT sifatida bunga berasiz. unga обязательно garov ham bo'lishi kerak. Agar siz 200 millionsiz garov bo'lishi kerak. 100 millionsiz garovsiz. Garovsiz. 100 million so'mgacha garovsiz qilib olasiz. Shu raqam bu bankka tikilishi kerak. Albatta, u boshqa qaysi boshqa bankda bo'lgan bo'lsa, bizda asosiy hisobotimiz bor bo'lishi kerak. Yaxshi. Tushunarli. Bo'ldi, sizgacha. Ta'lim kredit olishmoqdan kelganman. Bunga qanaqa hujjatlar kerak? Ta'lim kredit degan saytdan o'zi ariza berasiz. Arizada bankka ko'rsatadi. Siz o'zingizga shu o'qishingizga, ishingizga ehtiyoj bank tanlaysiz. Agar mikrokredit bo'ladigan bo'lsa, o'sha ko'rsatib qo'ygan mikrokredit qaysi bir bo'lsa. Ko'rsatib qo'ygan bizda shahar ikkita filialimiz bor, aniq savdo filialimiz bor. Masala ta'lim kredit bo'yicha masala yo'q. Ariza qoldirish, elektron hammasi elektron ariza orqali o'zingiz ariza qoldirishingiz kerak. Suratlarni kiritib, masala yo'q bu bo'yicha. Chiqarib beramiz. Sizga nima masala? 50 million kredit olmoqchi edim. Nima yo'nalishdan? Shu tadbirkorlik bo'yicha. Bizda tadbirkorlik hisobotni ochganmisiz, ochmaganmisiz? Yo'q, hali ochmadim. Ochmagan bo'lsangiz, biz jismoniy shaxslarga 50 milliongacha kirib bera olamiz. Bu hamma uchun. Bizning o'zimizga bir qilgan mahalla bor. Mahalla loyiha dasturi bo'yicha 50 million so'mgacha kafillik asosida 5 yilgacha kirib bera olamiz. Hop, jismoniy shaxs bo'lsa hisob raqam ochish shart emas. Yo'q, shart emas. Hisob raqamni ochish shart emas. 50 million so'mgacha plastikasi 30 beramiz. Budjet kafilligi, bir yaxshi tashkilot kafilligi bo'lishi kerak. Kreditlarni sifatida budjet tashkil ishlashni xohlagan bo'lishi kerak. Kafil bo'lishi kerak. Sug'urta emas, kafillik asosida. Yuridik asosida bo'lsa hisob raqam ochib turib unga garov qo'yish kerakmi yo shart emasmi garovda? Yuridik hisobda. Agar yuridik bilan ochib aylanmasi bor yuridigingiz bo'lsa, yangi bo'lsa, kamida 6 oy avval turgan bo'lishingiz kerak. Kamida 6 oy avval turgan bo'lishingiz kerak. 50 milliongacha, 100 milliongacha garovsiz beramiz. Sug'urta qilinadi. 100 million so'mgacha yo 50 million bo'lsa, 50 milliongacha yuridik qilib olamiz. Mas'ul yo'q. Qanaqangi savollar, to'g'ri masalalar bo'lsa, bu zavqlarga şey yozib, men bo'lsam tushiraverasizlar. Mana rahmat. Rahmat.